Assalomu alaykum hurmatli fuqarolar. Bugungi kunda muassasaga fuqarolar tomonidan bir qator savollar kelib tushmoqda. Demak, navbatdagi savolni tanib chiqamiz. Qishloqda hamma uylarga gaz ballon orqali gaz yetkazib beriladi, lekin o'sha gaz ballonlaridagi gazlarning yetkazib berilishi 2-3 oylar vaqtga cho'zilib ketadi. O'zi gaz ballonidagi gazlar necha oy ichida necha marta yetkazib berilishi kerak degan mazmundagi savol kelib tushgan. Demak, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2008-yil 10-avgustdagi 646-son qarorida tasdiqlangan aholiga ijtimoiy soha obyektlariga bevosita foydalanish uchun gaz uglevodorodni yetkazib berish tartibi to'g'risida nizom qabul qilingan bo'lib, mazkur nizomga ko'ra bevosita aholi xonadonlariga yoki ijtimoiy soha obyektlariga suyultirilgan gaz ballonlari har oyda eng kamida bir marotaba yetkazib berilishi nazarda tutilgan. Demak, bundan kelib chiqadiki, siz bilan bevosita yetkazib beruvchi tashkilot o'rtasida tuzilgan shartnomaga ko'ra sizning uyingizga ham har oyda eng kamida bir marotaba demak suyultirilgan gaz balloni asosida gaz yetkazib berilishi lozim. Qadrli yurtdoshlar, agar o'zingizni qiziqtirgan boshqa huquqiy masalalar bo'yicha ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, bizning advice.uz huquqiy axborot portalidan bemalol foydalanishingizni eslatib o'tamiz.